Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirkorlar. Bugun Agrobank kasb filialida yana tadbirkor bilan navbatdagi uchrashuv bo'lmoqda. Kredit masalasidan boshqa masaladan murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, kelib murojaat qilishingiz mumkin. Keling bir boshdan. Assalomu alaykum. Kimni ismingiz? Ishonqulov. Qaysi mahalla? Bu kimiz bo'ladi shu? Andijondan? Telefon raqami? Nima qilib kelyapsiz banki? Kerak emas. Qancha hech kim yo'q, 13 ming. Maqsadchi? Yoki chora? Katta mol, katta mol sotadi. Uyda sharoit bor mol boqishga. Kerak so'qdi. Biz o'rgangan to'g'ri nazorat qilishni, ayol bo'lasan. Barcha hujjatlarni berish hammasini taqdim qilamiz. Hammasini taqdim qildim. Hozir 15 ming bo'lsa kafilga qo'yganmiz-ku, sotib qo'ydik. Sotib to'lovlar qildingizmi? Yo'q, endi qilasan. Bir sotib to'lovlarsiz agar chiqarib berishadi. O'tiring. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kimni ismingiz? To'ychiyev Kantar Qidirovich. To'ychiyev Kantar Qidirovich. Qaysi mahalladan? Andijon. Telefon raqamingizni 95lik 926 19 16. Nechta hujjat olasiz? 17. Maqsadi? Chorva maydon. Maydon sizda. Uyda sharoitingiz bormi? Bor. Hozir kafillik bilan olasizmi, sug'urtadan olasizmi? Sug'urtadan. To'g'ri qo'ydingizmi? Yo'q, hech narsa qilmayman. Endi qilasan. Hujjatlar hammasini bergansiz. O'zingizni band qilishni bergansiz. O'zimni band qilishgan. Biror sug'urtadan to'lov qilsangiz chiqarib berishadi. Assalomu kim? Safarova Dilorova. Kimni o'rayapsiz? Oilam bilan. Taklifchi. Qaysi mahalladan? Qatoron kishilar. Telefon raqamlari 91 633 53 71. Necha o'zingiz? 17 ming. Kafillik asosida olyapsizmi? Kafillar. Kafillik. Qayerda ishlaysiz? Ikkita ish bilan. Ko'p olsangiz bo'lmaydi bir ish. Shu 17 million Bir oydan oldin boshqa arzon o'zgalar oldingizda, bir oydan keyin qaytadan bersangiz, ko'proq olib olasiz. Mayda mol, katta mol. Shu olib beradi. Plastik tashlayveradi. plastik tashlab bersam bo'ladi. Plastik shunaqa. Naqdi gap plastik. Natiga shuni aytaman, bir yerni chorva beraman, u yerni sizdan. Qolgan hujjatlar hammasini bergansiz. Hammasini berdim. Yilgacha berdim. O'zingizni band qilgansiz. Yangi o'zgartib qilgansiz. Shunday qildi. Kafil imzo qo'yib, kafil satama qo'yib berdingizmi? Endi tayyorlayotganiga O'tirib turibsiz. Qo'yib ketishdi. Karta ochganmisiz? katta endi ochadi. Bugunlar tashlab beradimi? Qaysi mahallada? Telefon raqamlaring 97 315 31 Nechta bo'lasiz? 15.
15 minut. Maqsad nima bo'lyapti? Maqsad metal konstruksiya. Tadbirkorlik. O'zi swachka qiladi, nishonni shakar beradi. Metalda qayta ishlash. Bitta mahsulotlar olasizmi o'zi? Mana Swachkadan. shunday. To'g'ri qilgansan. To'g'ri qilgansan, chiqib ketadi. Katta ochgan so'zga. Katta ochilgan xatta bo'lyapti. Bo'ldi. Chiqib ketadi. Assalomu Sizlarning Mama va Maqsuda. oilangizni Oilamam. qaysi mahalladan? Yangi Maymonoq. Xona qanaqa? 91lik 265 1362 Nechta? 20 million. Maqsadi? Tikuvchilik, qizil tikuvchi, yana qo'shimcha. Uyda sharoitingiz bormi? Bor. Katta xona bormi? Bor. Mana sharoit. 20 millionga ta'mirlayapsiz, o'zingiz ta'mirlayapsiz. O'zim kafil etaman. Katta shartnoma qo'yib bersizmi? Hammasi birdan. Bo'ldi. Katta qo'yib bermasa faqat yangi nomda karta ochish. Karta ochamiz hozir. Karta yozib bering, bo'ldi. Karta ochishni unga bu ham chiqib qoladi. Rahmat. Sog' bo'ling. Kelganingizda yana bir bor rahmat. Yana boshqa masalalar bo'lgan bo'lsa, bemalol shu balki o'zim bekor boshlig'iman murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat. Rahmat.